Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Xudo olamni hukm qilish uchun emas, balki o'g'li orqali qutqarish uchun o'g'lini dunyoga yubordi. Unga ishongan odam hukm qilinmaydi. Unga ishonmagan odam esa allaqachon mahkum bo'lgan. Chunki u Xudoning yagona o'g'li ismiga ishonmagan. Ey og'ir yuk ostida qiynalib horib qolgan, hammalaringiz mening huzurimga keling. Men sizga orom beraman. Mening bo'yinturug'imga o'zingizni qo'shing va mendan o'rganinglar. Chunki men beozor va soddadilman. Shunday qilib jonlaringiz taskin topar. Xudo bizlarni qutqardi va muqaddas bir da'vat bilan chaqirdi. Bunga biz savob ishlarimiz tufayli erishmadik. Aksincha, Xudo o'z xohishi bilan azaliy vaqtlardanoq Iso Masih orqali bizga inoyat qilishga qaror qilgan edi. Bu inoyat endi xaloskorimiz Iso Masihning olamga kelishi bilan ochiq namoyon bo'ldi. Injil xushxabari shundan iboratki, Iso Masih o'limni yo'qqa chiqardi, hayot va o'lmaslikni esa oydinlikka chiqardi. Zabur 90-sano. Qodir Tangri soyasida yashash. Kimki Xudoyi Taoloning panohida yashar, Qodir Tangri soyasida orom topar ekan, u Xudovandga aytadi: O'zingsan boshpanam, qasrim mening, umidim faqat senda, ey Xudoyim. Xudo seni ovchi qopqonidan ham, vabo qazodan ham xalos etar. U o'z parlari bilan seni yopar, qanotlari ostida bexatar bo'lasan. Haqiqati senga qalqon va to'siq bo'lar. Na tungi vahimadan qo'rqasan, na kunduzi uchayotgan o'qdan, na zulmatda kezuvchi vabodan, na qiyom chog'i qiruvchi o'latdan. Sening yoningda mingtasi yiqilib, tuman qulab ketsa-da, o'ng yoningda balo qazo senga yaqin yo'lamas. Sen faqat ko'zlaring bilan boqib, fosiqlarga berilgan jazoni ko'rasan. Xudovandni panohim deb bilganing uchun, Haq Taoloni qo'rg'onim deganing uchun, tushmas boshingga biron bir falokat, yo'lamas chodiringga ham qandaydir o'lar. U o'z farishtalariga sen haqda amr etgay, toki butun yo'llaringda seni asrasinlar. Ular seni qo'llarida ko'tarib ketar, oyog'ing ham toshga qoqilib ketmas. Sher va bo'g'ma ilon ustidan bosib o'tasan, arslon va ajdarni ezib tashlaysan. U menga mehr bog'lagan uchun qutqazaman. Nomimni tan olgan uchun omon saqlayman. U meni chaqirgan chog'ida javob beraman. Qayg'uli kunida u bilan birga bo'laman. Uni xalos etib hurmatga sazovor qilaman. Uzoq umr berib ko'nglini to'yg'azaman. Najotkorligimni unga namoyon qilaman. Zabur 26-sano. Nurim va najotkorim Xudovand. Nurim va najotkorim Xudovanddir. Kimdan men qo'rqaman? Hayotim qo'rg'oni Xudovanddir. Kimdan xavotirlanaman? Yovuzlar etimni g'ajimoq uchun hujum qilganda, o'zlari qoqilib qulaydi. O'sha ashaddiy yovlarim. Yuragimga dahshat tushmaydi garchi qarshimga jangga tizilsalar ham. Hatto hamla qilsalar ham komildir mening ishonchim. Xudovanddan bir tilagim bor, faqat o'shani izlayman. Xudovand uyida umrbod turayin. Xudovand jamolini tomosha qilayin. Uning ma'badini ziyorat qilib, og'ir kunda u meni himoyasiga olar. O'z makoni soyasida meni yashirar. Qoya ustiga meni yuksaltirib qo'yar. Endi men bosh ko'tarib yuraman. Qurshab olgan yovlar ustidan
g'alaba qilaman. Xudovand makoniga tantana ila kirib, xursandchilik ila qurbonlik keltiraman. Xudovandni kuylab vasf qilaman. Ota-onam meni tashlab ketsa-da, Xudovand meni qabul qilar. Xudovandga umid bog'la. Baquvvat bo'l, dadil bo'l. Xudovandga umid bog'la. Zabur 149. Xudojo'ylar Xudoni madh qilsin. Xudovandga yangi bir qo'shiq ayting. Azizlar jamoatida hamd va sanolar qiling. Isroil o'zining Parvardigoridan sevinsin, uni tarannum etishsin. Chunki Xudovand o'z xalqiga marhamat qilar, hokisorlarni najot gulchambari ila sharaflar. Assalomu alaykum aziz birodarlar, opa-singillar. Mana bugun biz Samarqand shahri Registon maydonida turibmiz. Bugun siz aziz birodarlarga, opa-singillarga Samarqand shahridagi singillarimiz, birodarlarimiz tayyorlab kelgan ajoyib ruhiy qo'shiqlarni siz azizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat, tinglab tomosha qiling. Xudovand, cho'ponim mening, men muhtojlik ko'rmayman aslo. U meni yam-yashil yaylovlarda yotqizar, orombaxsh suvlar bo'ylab yetaklab borar. Jonimga u tetiklik kiritar, o'z nomi uchun meni to'g'ri yo'lga boshlar. O'lim vodiysi zulmatida yursam ham, dahshatlardan men qo'rqmayman. O'z hassang-yu xivaching menga tasalli berar. Yovning ko'z o'ngida menga dasturxon tuzagansan. Xushbo'y moyla moylagansan boshimni, lim-lim to'ldirgansan kosamni. Umrim bo'yi xayr va inoyat izimdan yurar. Bor kunlarim Xudovandning uyida o'tar.